Bir kuni bir yigit uylanibdi. To'yiga 3-4 kun o'tgandan keyin uy kelsa, kelin yig'lab o'tirganmish. "Tinchlikmi, nima yig'layapsan?" deb so'radi. Qo'limizga beginibdi qush uchib kelib, meni ro'molsiz yurgan holatimni ko'rib qoldi. Endi nima bo'ladi deb shunga siqilib yig'layapman degan. Voy, xotinimni qarang, bitta qushdan hayo qilib yig'layapti. Juda bir taqvoli, musulmon qizga uylanganman dedi. Oradan bir qanchadir vaqt o'tgandan keyin o'sha ayolini degan erkak bilan xiyonat ustida ishlayapti. Bu musibatga, bu nomusga chidolmasdan uyini, hatto yurtini tashlab boshqa davlatga ketibdi. Boshqa davlatga borsa, o'sha kuni davlat xazinasidan o'g'irlik bo'lgan, hamma o'g'rini qidirish bilan ovora bo'lib, alg'ov-dalg'ov bo'lib yurgan ekan. Bir insonni ko'rib qolibdi. Oyog'ini uchida yurganmish. Bu odam nimaga oyog'ini uchida yuribdi deb so'rabdi. Bu odam yurtimizning eng taqvoli, hurmatli, yaxshi insoni. Hattoki chumoliga ham ozor berishdan qo'rqib, oyog'ini uchida yuradi bu odam. Shu darajada yaxshiligidan. Unda sizlarning yurtinglarda shu xazinaga o'g'irlikka tushgan odam shu bo'ladi. Bir tekshiringlar deb aytdi. Rostdan tekshirishdi, o'g'ri o'sha bo'lib chiqdi. Sen buni qayerdan bilding deb so'rashganda, o'zini haddan tashqari taqvoli va yaxshi qilib ko'rsatgan odamni tagida bir yomonlik bo'ladi deb aytgan. Qissadan qissa shuki, kimdir tilida aqlli gaplar gapirib, taqvoli gaplar gapirayotgani bu uni yaxshi insonligidan emas. Hali diliga ko'chmaganidan dalolat. Inson o'zini qilayotgan amali bilan yaxshiligini isbotlaydi. Gapirayotgan gapi bilan emas. Xulosa o'zingizdan. Assalom.